O'quv qayda bo'lsa ulug'lik bo'lar, bilim qayda bo'lsa buyuklik bo'lar. Yusuf Xosxojib. Men shu Xorazm san'ati to'g'risida yana bir ikkita og'iz gapirib o'tsam, endi biz shu ustozlarni davridagi oxirgi bizlar shu davrdagi Xorazm san'atiga bo'lgan xalqni hurmatini bizlar ko'rib qolganmiz-da. Bizlar konsertlarga, to'ylarga borganimizda shunaqa darajada qo'rqib borardik. Ey Allohim, bugun bir insondan bir dakki yemaylik, gap eshitmaylik. Nimaga gap eshitamiz? Bir qo'shiqni so'rab qolsa ayta olmay qolsak, avjini chiqarmay qolsak, yo so'zini adashib qolsak degan qo'rquvda borardik. San'atkorni ham, hofizni ham xalq tarbiyaladi. Xalq tarbiyaladi. Bizni davrimizda, ustozlarning davrida odamlar konsertga kirib, shu o'tirib, miriqib, qo'shiq eshitib dam olgan. Ustozlar bor paytida mana orqada men dorda nimada o'zimizning konsertlarni suvara bo'lsin degan, Feruz bo'lsin, nasihat qo'shiqlardan bo'lsin degan ovozlar kelardi. Sağlı çok sevey
Başımda sayabanım yok ey hemen buldu bulmadım abam destinden. Ay kimen her kayga barsam Davud eter men Davud destindin bu alem halkı işe Dilberi şan olmasın hiç kim Közü kim tirmelip yol Nerede hayran olmasın hiç kim Bu dünya gidesine tavrı ister olmasın hiç kim Hemen abad oldu bulmadım abad destinden. Kimen her kayga barsam Davud eter men Davud destinden. İlahım men gayet yüz Geymüken hurşid metlebni Saadet vaktida bağ Şımga çün itbağlı kevkebni İlahım sen yetul himmet Yolida hasta meşretni Heme abad buldu bulmadım abad destindin Kimen her kayga barsam Davud eter men Davud destindin